ilk bor uchrashuvimiz 5-sinflarda bo'lgan ekan ular bilan. Bilasizmi, bu sohaga kirib kelishimning birinchi sababi o'zim. Dastlabki 2-3 yil bir-birimizdan xatolarimizni yashirib yashaymizda er-xotinlar. Masalan, men ham o'zimni qanaqadir bir ideal qilib ko'rsatgim keladi. Ular ham o'zlarining ideal tomonlarini ko'rsatgilari keladi. Lekin vaqt o'tib birga yashaverganingizdan keyin ikkalamiz ham kamchiliklarimiz ko'rinishni boshlagan. Qaysidir ma'noda bir-birimizni yaxshiroq tanib turmush qilmaganmiz. Bugungi kunda ko'p qizlarda, ayollarda xatosi olayotgan ilmida o'zingni yaxshi ko'r degan iboraga duch kelishyapti. Mana shu joyda ko'p xatoga yo'l qo'yib qo'yishyapti. Men ham o'sha paytda shu xatoga yo'l qo'yganman. Ya'ni o'zini yaxshi ko'rish degani mutlaq boshqalardan voz kechib, mutlaq boshqalarni unutib, faqat o'zim yaxshi ko'rishim kerak. Shunda men qadrli bo'laman degan fikrga kelib qolganman. O'zimni fikrlarimni, o'zimni xohishlarimni ustun qo'yganimning natijasida bizda endi bir-birimizni tushunib bo'lmas darajada muammoli vaziyatlar kelib chiqqan. Va mana shundan boshlangan, yana ham psixologiya o'rganishim kerak.